Assalomu alaykum onlayn avtobozor muxlislari. Sizlardan navbatdagi jentramizni tavsiya qilamiz. Sizlar uchun hamisha pardeshkadamiz. Yo'qsa like tugmalarini ayamasdan bosib qo'yasizlar. Ko'rmagan do'stlarimiz ham ko'radi shunda. 2020 Rovon Optra Amerikanka originali qo'yilgan 4 ta yumshoq balon tishli yangidek. Uni burib ko'rsataman. Salonlariga keladigan bo'lsa, salonlari ham go'zal holatda. Lyuklari hamma yo'g'i ishlaydi. 153 ming probegda Evapoli qo'yilgan, mejigar pultlari bor. Mashinaning holatlari go'zalagan. Gazlari hamma yo'g'i bor. Mana oldi kapot, orqa kapotlarni ham sizlar uchun taqdim qilamiz. Inshaalloh ko'rib baho beraverasizlar o'zingizlar. Tayyor chiroyli 100 talik gazlari bilan tayyor bo'lib turibdi mashina. Tayyor bo'lib turibdi. Mashinani xudo xolasa sizlar uchun go'zal holatda motorlarni ham ko'rsatamiz hozir mana. Motorlari, akalena gazlari hamma yo'qi joyida. Ishlashlari, akkumulyatorlarigacha yangi. Mashina chak-chakida, xudo xolasa. Kraskalariga keladigan bo'lsa, mashina kapotni ustida bor, bitta kriloda bor. Qolgan joyda kraskalari top-toza deyapti egalari. 10800 dan tushib beramiz, azizlar. 2020 153 ming yurgan 10800 dan tushib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Yo'qsa like tugmalarini ayamanglar, egasini pastda nomerlarini qoldiramiz va aytib ham o'tib ketamiz. 33 lik kodi bilan 177 0017 Azimjonda bemalol telefon qilishingiz mumkin. Yana narx-navosiga keladigan bo'lsa, yana tushib beradi podpischilar uchun ham.